Okalar Epica'ni zo'r kelib qoldi, to'g'risini aytaman. Mashina holati vashi bomba ekan. 2008-yil ishlab chiqargan, lekin 2008 bermayapti, okalar. Faralarni qarang, diskalarni qarang. Polirovkalari zo'r bo'lib turibdi, yonib turibdi mashina, okalar. Faqat naqdga sotilyapti, okalar. Naqdga bilasiz, uncha mashina qo'ymayman, lekin rosa chiroyli mashina bo'lganligi uchun qo'yib yuboraman, okalar. Yili 2008-yil, okalar, obzor qilib beramiz. Yili 2008-yil, okalar, faralari ko'rib turgan bo'lsangiz, yaxshi holatda mashinani yengil motor qo'yilgan ekan. Xullas texnik hech qanaqa ish yo'q. Ходовой korobka motorda hech qanaqa ish yo'q. Kelasiz, o'tirasiz, minasiz, okalar. Qimmat diskavalar taqalgan, tonirovkasi bor, lyuki bor. Kraskalari keladigan bo'lsa, okalar polniy освежить qilib sepilgan ekan, o'zligi uchun. Sepishgan ekan. Salon holatiga kiradigan bo'lsa, akalar, 4 ta eshigi shumka, og'irgina bo'lib turibdi. Apishkalar yaxshi holatda, yaxshi chexollar taqilgan, poliklar yaxshi holatda, o'zini ham bunaqa rollari. Xo'p, 270 ming probeg piyoda, lekin okalar, okam aytayotdilar 340 ming atrofida yurgan deyaptilar. O'zini ham bunaqa barlari, короче, yaxshi pioner mikrofon, kondisioner, xullas, bu yoqda antiradar olib qolaman deyaptilar, lekin video registratori jinnisidan qo'yib qo'yibdilar, xudo xolasa. Tepada ruklarigacha bor. Mashina holati to'g'risini aytaman, nok bo'lib turibdi. Orqalarini ham qarang. Rostdan bir paytlar ishqoz bo'lganmiz shu mashinaga. Orqalari ham zo'r mana. Nomeri ham alohida tema, bilasizlar. Xo'p. Bagaj qismiga kiradigan bo'lsa, akalar. Xo'p. Bagajlar ham tunib bo'lib turibdi. Faqat shu narsasini olib qolaman deyaptilar. Orqasida 4-pokoleniya propani bor ekan, akalar. Nima deysizlar? Zo'r holati, to'g'risini aytaman. Agar mashina yoqqan bo'lsa, bitta like bosib keting, okey? Mashina to'g'risini aytaman, avtoilon yoki OLX'ga qarasangiz, bunaqa 2008-yillari kamida 4,5 mingdan 6 minggacha bo'lib turibdi aka. Endi ularni to'g'risini aytaman, ish rosa ko'p, motor qilasiz, xullas moyni, xullas mana shunaqa narsalar bo'lib yotibdi. Bunaqa nok darajada yo'q, xullas akalar. Nok holatini tayyorini olaman desangiz, okey. Narxini 6500 deyaptilar. Sunnatiga yana ozgina o'tib beraman deyaptilar, lekin talashib tortishib oladigan joyi akalar. Xullas tegidagilar nomerlarni qoldirdim. Aloqaga chiqinglar, mana shunaqa tinoy pika qidirgan o'rtoqlarga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa, akalar, joninglar sog' bo'lsin, o'zingizlar ehtiyot qilasizlar.